Na erga, na qaynona qaynotaga, na farzandlaringizga tinchlik yo'q ekan. Kechasi bilan arvohga o'xshab yuraverarkansiz dedi bitta podpischikim yozib yuboribdilar. Voy tilingizga shakar dedim, manam cho'rniga tiqib qo'ydim. Tag'in kechasi posud yuvayotganimni ko'rib qolib lablariga uchuv toshib ketmasin dedim-da. Ko'pchilik nega kechasi kuxnyani yig'ishtirasiz deb so'raydi. Bolalarim uxlatib bo'lganimdan keyin kechasi anti-stress bo'ladigan mana shunaqa ko'pirtirib ishlarimni qilishni yaxshi ko'raman. Kechadan beri tema bo'tgan shu azilitimni ham ko'pirtirib rakvinamga sepib olib, bu yoni ham top-toza qilib yuvib qo'ydim. Azilitni ko'pchilik ko'pirishini bilmas ekan, bilarmi? Deylar qizlar kommentariyaga yozib yuboring. Rakvinani ham qalbimga o'xshab kristalli qilib yaltiratib qo'ygandan keyin keyingi anti-stressga o'tamiz. Bilasizlarmi, hamma joyi shunaqa ko'pirtirib yurgan paytimda xayolimga nima kelib qoladi? Negativchi, ichi qora insonlarni ham ichini shunaqa ko'pirtirib yuvib tashagim keladi. Ko'p qizlar keling, sizdan motivatsiya olamiz, shunaqa uborka videolaringizni ko'proq qo'ying deyshadi. Lekin sizlarga motivatsiya beraverib, o'zimda motivatsiya qolmadi. Shunaqa kechasi ish qilganlarimni qo'ysam, ko'pchilik qizlar shu paytda eringiz qayerda deb so'rashadi. Bekorga yetishmaydi deb farosat ko'rinmaydigan narsa, lekin yo'q bo'lsa bilinadi. Ishlarimni qilib bo'lib, endi divanga o'tirdim. Kecha soat 2:30da onam telefon qilib qoldilar. Yuragim tovonimga tushib ketdi qo'rqqanimdan. Nima bo'ldi? Tinchlikmi onam desam, salmazam bo'lmayapti. Medsister chaqirib bera olasizmi deb qoldilar. Men ham shartta Maker ilovasiga kirdim. Ilovaga kirsanglar, mutaxassis chaqirish bo'limi bor. Men hamshira bo'limiga kirganinglardan keyin o'zingizlarga kerakligini tanlab olasizlar. Men venaga ukol qo'yish kerakligini tanladim. Bu yerni ham bir o'qib bo'lganinglardan keyin mutaxassis jinsini tanlaysizlar. Men ayol kishini tanladim. Bemor yoshi, jinsi, adreslarini hammasini to'liq yozib bo'lganinglardan keyin bemalol medsister chaqirsanglar bo'ladi. Qabulga yozilish bo'limiga o'tsanglar, u yerdan har xil turdagi shifokorlarni qabuliga yozilsanglar bo'ladi. Masalan, kardiolog. Sizlarga qanaqa konsultatsiya kerak? Onlayn, offlayn, qaysi sanada bormoqchisiz, qaysi vaqtda bormoqchisiz, bemalol belgilasanglar bo'ladi. Pediatr deysizlarmi, ginekolog deysizlarmi, akusher, yuqumli kasalliklar bo'yicha shifokor, любой turdagi shifokorlarni именно shu Maker ilovasidan topsanglar bo'ladi. Ularda eng zo'r tomoni 24 ga 7 ishlashadi. Maker ilovasini sizlarga ham tavsiya qilaman. Mana soatimiz 2:44 bo'ldi. Medsistramiz уже yetib keldilar. Keyingi reysda ko'rishguncha hammaga xayr.